Qadrli teletomoshabinlar, dasturimizni suhbat bilan davom ettiramiz. Mehmonimiz oliy toifali shifokor, ginekolog Durdona Rahmatullayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kun. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada. Marhamat, salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Barchaga xayrli tong. Barchaga xayrli tong. Rahmat, sizga ham tong xayrli va barakatli bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Siz bilan bugun qiziqarli suhbat quramiz degan umiddamiz. Chunki hozirgi kunda nafaqat ayollarimiz, balki hamma o'z salomatligiga katta e'tibor beryapti va aynan hozirgi kunda bizni gormonlarga bo'lgan ehtiyojimiz, qaysidir ma'noda shifokorlarga bo'lgan ehtiyojimiz ortgan, chunki kuz faslidamiz. Insonda ajoyib bir holat kuzatiladi, asab tizimlari charchaydimi bilmadim yoki havo ta'sir qiladimi, o'zgaruvchan bo'lib qoladi va birinchi savol bilan yuzlanmoqchiman sizga. Aynan melatonin gormoni. Mutaxassislarning fikricha, agar ayol kishi vaqtida uxlagan yotmasa, bu narsa uni melatonin gormoni ishlab chiqishiga zarar yetkazadi va tabiiyki gormonlarda katta o'zgarishlar kuzatiladi. Mana shu fakt qanchalik to'g'ri? Juda ham qiziq bo'lgan savolni berdingiz. Bu juda ham hozir ommabop bo'lgan, juda ham qiziq savollardan bittasi va bizga murojaat qilayotgan ko'p bemorlarda ham shu shikoyat bilan kelishadi. Lekin o'zligingizda bo'layotgan gormonal o'zgarishlar shu melatonin gormoni bilan, kechasi vaqtida uxlamasligi bilan bog'liq ekanligini o'zligingizda bilishmaydi. Ya'ni hozir internet olami yaxshi rivojlangan paytida hamma kechasi ham uxlamasdan, ishga ham borib kechasi ko'p uxlamasdan internet tomosha qilishi, noto'g'ri hayot tarzini olib borishi, vaqtida uxlamasligi, shu narsalar hammasi melatonin gormonini noto'g'ri ishlab chiqarishiga olib keladi. Ya'ni bu o'z navbatida yosh qizlarimizda ham, kattalarda ham gormonlar noto'g'ri ishlashiga olib keladi. Ya'ni yosh qizlarimizga tavsiya qilardimki, to'g'ri hayot tarzini olib borishlarini, ya'ni 22:00 dan soat 4-5 gacha melatonin gormoni, prolaktin gormoni, testosteron gormonlari ishlab chiqariladigan payt bo'ladi. Shu paytda qizlarimiz, ayollarimiz uxlagan holatda bo'lishmasa, bu gormonlarning disbalansi buzilib ketadi. Ya'ni bu reproduktiv sistemaga, nafaqat qizlarimizga, balki o'g'il bolalariga ham jinsiy sistemasiga gormonlarning noto'g'ri ishlashiga olib keladi. Umuman olganda bu borada albatta aytib o'tganingizdek erkaklarning ham o'rni bo'ladi. Umuman bu tavsiyalaringiz masalan bizga ham alohida urg'u qaratadigan joylar bo'lsa aytib ketsangiz, menimcha muxlislarimizga ham qiziq. Hozir aytib o'tganimdek, bu melatonin gormoni, prolaktin, testosteron gormonlari nafaqat yosh qizlarda, ayollarda, balki o'spirin yoshidagi o'g'il bolalar, erkaklarga ham juda ham katta ta'sir qiladi. Ya'ni erkaklar ham 22:00 dan soat ertalabki 4-5 gacha bo'lgan paytda uxlamasdan, ishda bo'lib, ko'chada yurib yoki o'sha paytda telefonlarni ko'rsatib o'tiradigan holat bemorlarimiz juda ko'p bo'ladi. Ham erkaklarda, ham ayollarda. Uyqu rejimi buzilgan. Uyqu rejimi buzilgan. Ya'ni o'sha 22:00 dan 4-5 atrofida uxlamaydigan erkaklarimizni ko'p kuzatganimizda hammasida prolaktin gormoni oshib ketgan, testosteron gormoni tushib ketgan bo'ladi. Ya'ni bu erkaklarimizga qarasangiz, bittada bilishingiz mumkin. Prolaktin gormoni oshgan va testosteron tushgan. Ya'ni unaqa erkaklarda qorin sohasida qorin chiqib ketgan holati kuzatiladi. Ya'ni vaqtida uxlamaydigan erkaklarning qoni chiqib ketadi. Bu bilan o'z navbatida u erkaklarning 90% da prolaktin gormoni baland bo'ladi. Prolaktin gormoni oshishi erkaklarda jinsiy zaiflikka olib keladi. Prolaktin gormoni qachon tushadi? Agar erkak kishi ham yosh qizlarimiz ham 22:00 dan 4 gacha paytda uxlagan paytida bo'lsagina, u o'z normasiga tushadi va testosteron ko'tariladi. Durdona opa, so'nggi kunlarda aynan so'nggi 1,5 yil davomida o'zim ham sog'lig'imga juda ham katta e'tibor beryapman. Nafaqat ana shu 22:00 da uxlash, balki o'sha ertalab soat 3-4 larda uyg'onaman, shu bilan kunim boshlanadi. Juda ham mana shundan keyin o'zimni sog'lig'imda yaxshi o'zgarishlarni his qildim va insonni to'g'ri turmush tarziga amal qilishi qanchalik hozirgi kunda dolzarb masala, nima deb o'ylaysiz? Juda ham yaxshi savol berdingiz, chunki biz buni har bir bemorga har kuni ta'kidlab o'tadigan gaplarimiz. Endi biz buni har bitta bemorga yetkazamiz, lekin bu yerda turib aytganim menimcha ko'pchiligi foydasi katta bo'lsa kerak deb o'ylayman.
to'g'ri turmush tarzini olib borish, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri hayot tarzini olib borish bu nafaqat odamni o'zi uchun, balki hozir aytib o'tganimizdek gormonlar uchun ham, tana vazni uchun ham, bepushtlikka olib kelmasligi uchun ham, stress, soch to'kilishi, boshqa har bir muammolarni tagida noto'g'ri hayot tarzi yotadi. Ya'ni men o'zimni praktikamdan kelib chiqib, bemorlar bilan suhbatlashganimda 2 yil, 3 yil, 4 yillab bepushtlik bilan juda ko'p kelishadi. Juda ko'p kelishadi. Suhbatlashganimizda hammasini tagida noto'g'ri ovqatlanish, kechasi vaqtida uxlamaslik, kuniga 10 ming qadam yurmaslik, qabziyat va ko'chadagi fast food ovqatlarini juda ko'p iste'mol qilish, ertalab nonushta qilmaslik yotadi. Va bu bemorlarimizni o'tkazib qo'yib, xotin ikkalasiga tushuntiramiz. Ertalab zavtrak qilish kerakligini, to'g'ri ovqatlanish kerakligini, nimalar yeyish kerakligini, nimalar mumkin emasligini hammasini bitta-bittalab o'tirib tushuntirib, qo'liga yozib beramiz. Ya'ni bizning ko'pchilik bemorlarimiz bizga murojaat qiladigan, bepushtlik bilan murojaat qiladigan bemorlarimizda noto'g'ri hayot tarzi bo'ladi hammasida 100%. Ertalab zavtrak qilmaydi, kechasi 1-2 gacha uxlamaydi, kechasi yotar osh qilib ovqat yeb olishadi. Oshqozonni qiynab. Oshqozonni birinchi navbatda jigar o't qolib, ichaklarini qiynashadi. Ya'ni bizning tanamizdagi filtr a'zo bu jigar hisoblanadi. Jigar, o't qolib, ichaklarimiz noto'g'ri ishlar ekan, buqoq, reproduktiv sistemasi, bachadon, tuxumdonlar ham noto'g'ri ishlashni boshlaydi. Endi savol tug'iladi, umuman olganda, masalan, farzandli bo'lgunga qadar bo'lgan vaqtda yoki farzandli bo'lgandan keyin ayollar qancha vaqtda shifokor nazoratida bo'lishi kerak, shifokor ko'rigiga borib turish kerak? Muddati bormi? Bor muddati. Yosh qizlarimiz 1 yilda bir albatta ginekolog nazoratidan emas-ku, konsultatsiyasidan o'tib turish kerak. Qiz bolalarimiz hali nazoratdan o'tish olmaydi, konsultatsiyadan o'tib turish kerak. Bu konsultatsiyaga nima kiradi? Uni o'zi tekshiruvidan o'tkazamiz. Buqog'ini, jigarini va bachadon, tuxumdonlarini tekshirib turishimiz kerak bo'ladi qizlarimizda. Tug'ruqdan keyingi bo'ladigan, ona bo'lgandan keyingi bo'ladigan paytdagi qizlarimizga, ayollarimizga har 6 oyda ginekolog nazoratidan, ko'rigidan va o'zi tekshiruvidan o'tib turishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Va albatta qalqonsimon bez, jigar, o't qopi va bachadon, tuxumdonlarni va ginekolog osmotridan kerakli bo'lgan analizlardan o'tib turishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Durdona opa, yuqori ta'kidlab o'tdingiz 10 ming qadam haqida. Kimdir buni mif deydi, kimdir esa 10 ming qadam yurib qanday sog'lomlashish mumkin deydi va shaxsan o'zim ham ishdan so'ng, hozir o'qishga kirganman, o'qishdan so'ng, ishdan so'ng qancha charchagan bo'lishidan qat'iy nazar uygacha 10 ming qadam bosib o'tyapman, boryapman va bu juda ham yaxshi effekt beryapti. Hozirgi kunda aynan jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishni xohlamagan yoki o'zida qaysidir ma'noda motivatsiya topa olmayotgan insonlarga nima degan bo'lardingiz? O'zimni kasbimdan, o'zimni praktikamdan kelib chiqib aytaman. Ya'ni bizga juda ham ko'p bemorlar murojaat qilishadi, hay siklning buzilishi, tuxumdonlari kistalar bilan va ularni hamma lecheniyasi gormon bilan bo'lib ketgan. Lekin biz gormonsiz lecheniya qilamiz. Mana shu 10 ming qadam bilan lecheniya qilamiz. Agarda shu bemorlarimiz, shu shikoyatlar bilan kelgan bemorlarimni kuniga 10 ming qadam yurishni boshlashim bilan kista bo'lmaydi, hayz o'z vaqtida keladi. Folikular yetilib yorilishayotgan folikular ham yetilib yoriladi. Aytmoqchi bo'lganim, bu mif emas, praktikamizda 20 yil davomida kuzatib kelayotgan natijamiz. Bu 100% natija beradi. To'g'ri ovqatlanish, 10 ming qadam yurish, qabziyat bo'lmasligi va kechasi 22:00 da uxlash. Va yana qo'shimcha savol bor, agar vaqtimiz yetarli bo'lsa, umuman zaxda yurish haqida. Chunki ota-bobolarimizdan eshitamiz, hattoki bizga ham oyog'ing zaxda bo'lmasin, oyog'ingni issiqda, boshingni iliqda tutsang, har qanday tabibni ishsiz qoldirasan degan maqol bor-da, yodimga tushib ketdi hozir. Bu borada nimalarga e'tibor qaratish kerak? Umuman oyoqdan zax o'tsa, kasalligi menimcha yaxshigina ta'sir qilsa kerak kuchayishiga. Albatta ta'sir qiladi. Zaxda yurmasliklarini tavsiya qilardim bemorlarimizga, ayollarimizga, nafaqat ayollarga, balki o'sha o'spirin yoshdagi erkaklarga va yigitlarga ham tavsiya qilgan bo'lardik. Bu juda ham ko'p kasalliklarni olib keladi. Avvalambor
siydik yo'llari kasalliklarini olib keladi. Erkaklarda ko'proq, ayollarda bo'lsa jinsiy a'zolardagi ko'proq kasalliklarga sababchi bo'ladi. Hamda immunitet tushishiga ham sababchi bo'ladi. Durdona opa, bilishim bo'yicha aynan insonning emotsional intellekti shakllanmaganligi, his-tuyg'ularni boshqara olmasligi va har qanday aytaylik xafagarchiliklarni, har qanday asabbuzarliklarni ichiga yutishi ana shu ham ginekologik nuqtai nazardan insonlarda kista, miyoma kabi aytaylik muammolarni olib kelar ekan. Bu qanchalik to'g'ri narsa? Shunaqa bemorlarimiz ham bor. To'g'ri bu. Ishlariga yutishlari, o'zini aybdor qilishlari, unda bo'lyapti, menda bo'lmayapti deb ichiga yutishlari bu noto'g'ri narsa. Bunaqa qilishlarini men tavsiya qilmasdim. O'z ustilarida ishlashlarini, o'zlarida bugungi kundagi bor narsa bilan o'zlarini baxtli his qilishlarini men tavsiya qilgan bo'lardim. Rahmat. Kunlik rejim haqida ham bizda hozir vaqtimiz bor ekan. Kunlik, mana sizning ish rejimingiz qanday? Menimcha tartibga solingan rejim bo'lsa, ayollarda har bitta ishda uni rivoj bo'ladi. Sizning kunlik rejangiz qanaqa? Ish rejimingiz deylik. Meni ish rejimim ertalab 6:00 da uyg'onaman. 3 ta farzandim bor. Farzandlarimga nonushta tayyorlayman. Shu ertalab 8 da uydan chiqib ketganim bo'yicha kechasi shu 7-8 da qaytib kelaman. Shuning uchun obedga, ujinga qilishim kerak bo'lgan ovqatlarni hammasini pishirib, qaynatib, tayyor qilib keyin ko'chaga chiqib ketaman. Ajoyib, ajoyib. Durdona opa, bilasizmi, hozirgi kunda ko'plab ayollarimiz afsuski aynan internet orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali psevdo doktorlar, qaysi bir ma'noda oliy ma'lumotga ega bo'lmagan shifokorlarning tavsiyasiga amal qilgan holatda ba'zi bir dori-darmonlarni qabul qilyapti yoki aytaylik o'ziga to'g'ri kelmaydigan miksturalar, vitaminlarni, badlarni qabul qilyapti. Bu qanchalik to'g'ri va qanchalik xavfli, nima deb o'ylaysiz? Menga juda ham to'g'ri, yaxshi savol berdingiz. Bu haqida juda ham ko'p qo'ng'iroq bo'ladi. Meni miyomam bor, o'sib ketibdi. Men internetdan bir svecha ko'rdim. Shuni so'rdirib yo'q qilib yuborar ekan deyshadi. Xo'p, shuni Googledan o'qib ko'rdingizmi deyman. Yoki aptekada sotar ekanmi deyman. Yo'q, Google'da ham yo'q, aptekada ham yo'q. Faqat internetda bor ekan. Yo'q, men sizga uni tavsiya qila olmayman deyman. Internetga qarab turib, internetda yozilgan dorilarni internet orqali borib hech qachon ko'rmagan vrachingizga, internetda hech qachon svechalarni, dorilarni olib ichib o'zingizga qo'yishingizni, sog'lig'ingizni xatarga qo'yishingizni tavsiya qilmagan bo'lardim. Chunki bu narsa bo'yicha menga juda ko'p qo'ng'iroq bo'ladi. Yo'q, men unaqa narsaga aralashmayman, tavsiya qilmayman deyman. Va yana bir narsa, shu internet orqali biz ham Instagramda, YouTube'da bormiz. Menga ham qo'ng'iroq qilishadi, doktor, mana shunaqa svechamiz bor edi, menga reklama qilib bering deyshadi. Xo'p, qanaqa svecha ekan, tashlagin deyman. Qarayman, uni qidiraman. Google'dan, internet tarmoqlaridan, aptekalardan hech qayerda yo'q u narsa. Kechirasiz, men bu narsangizni bemorlarimga men tavsiya qila olmayman. Aptekada yo'q, farmstandартdan o'tmagan. Bu narsangizni sizga sotishingizni ham, reklama qilishingizni ham tavsiya qilmayman degandan keyin meni cho'rniga tiqib qo'yishadi. Qoyil. Tushunarli. Biz o'zimizga kerakli, ayollarimiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ldik. Sizga vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz uchun katta rahmat deymiz. Va ishlaringiz unum, rivoj, oilaviy tinchlik, xotirjamlik. Navbatni men u bolam sahifasiga bersak. Albatta. Marhamat, tomosha qilamiz.